So'nggi yillarda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Yurtimizda yaratilayotgan bu kabi ishlardan oqilona foydalanishni niyat qilgan gurlanlik tadbirkor ham orzulari sari dadil qadamlar qo'yib, shijoat bilan olg'a intilayotgan yurtdoshlarimizdan. Kelajakdagi orzulari osmon qadar cheksiz bo'lgan qahramonimiz doimo xalq manfaatlarini ko'zlab ish yuritadi. Gurlan avtosalonini tashkil qilgan tadbirkor deyarli har kuni mijozlarga yengillik yaratish, ularni rag'batlantirish orqali xalq roziligini olish hamda ish unumdorligini oshirishga intiladi. Gurlanlik Jo'rabek Qo'chqorov haqida so'z yuritganimizda uning tadbirkorligi shiddat bilan baland pog'onalarga o'sib borayotganining guvohi bo'lasiz. Yosh tadbirkor aslida tadbirkorlar oilasida 1985-yil 5-dekabr kuni Gurlan tumanida tavallud topgan. U tadbirkorlik faoliyatini otasidan o'rgangan. Qahramonimiz xalq xizmatida bo'lish maqsadida 2018-yilda Gurlan avtosalon mas'uliyati cheklangan jamiyatining faoliyatini yo'lga qo'ydi. Yurtimizda tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratildi. Ko'pgina tadbirkorlar o'zlari o'ylab qo'ygan maqsad orzularga erishdi. Hukumatimizga rahmat. Qaysi tadbirkorlar bo'lmasin, o'z vaqtida ajratilgan kreditlar tufayli katta muvaffaqiyatlarga erishdilar. Tadbirkorlarga havas qilgan holda men ham 2009-yilda o'z faoliyatimni boshlab, 50 ta avtomobil bilan ishni boshlab yubordim. Gurlan tumanida Gurlan avtosalonni tashkil qilib 2019-yilda men ham o'z tadbirkorlik faoliyatimni boshlab yubordim. Gurlan tumanida Gurlan avtosalon MCh'ni tashkil qilib 50 ta avtomobil bilan ish boshladim. Buni qarangki, qisqa muddat ichida boshlagan ishim o'z samarasini ko'rsatdi. Shu fursatdan foydalanib, men prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbirkorlik serdaromad soha hisoblanadi. Biroq uning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Sifatli ish ko'rsatish, xaridorlarni mamnun qilish oson ish emas. Biroq qahramonimiz Jo'rabek Qo'chqorov buning uddasidan chiqdi. Uning avtosaloni gurlanliklar uchun katta yangilik bo'lib, avtomashinalar o'z vaqtida sotila boshladi. Bu esa ishni yaxshi olib borayotganidan darakdir. Men asli yangi bozorlikman. Mana shu Gurlan avtosaloniga kelib, oilamiz bilan mashinaga yozildik. Mashinaning 85%ni to'landi. Shu dokument ishlari, oformleniya ishlari 5 daqiqaning ichida bitirildi. Shuning uchun bularga kattadan katta rahmat aytaman. Bularning ishlaridan minnatdorman.
bularni ishlari sifatli. Bu salonni ochilganiga ham 1 yil bo'lib bordi. Mana men katta orzu umidlar bilan, niyatlar bilan mashina olish uchun kelgandim. Xudoga shukr, niyatimga yetdim desam ham bo'laveradi. Bularni takliflari, imkoniyatlari, shartnomalari hammasi menga yoqdi, ma'qul keldi. Hamma nimasini bajardik. Shartnomalar tuzildi. Buning uchun bu salon a'zolaridan, ishchi xodimlaridan barchasidan minnatdorman. Ularga katta rahmat. Shuningdek, mana bu aksiyada qatnashish uchun meni chaqirtirishdi bu yerga. 5 daqiqani ichida mana shu hamma dokumentlarni tuzib, aksiyada qatnashdim. Endi Xudo xohlasa, bunda ham mashina yutib olish umidim bor. Bugün Minaka Gurlan avtosalonidan mashina yozilishga keldim. Bu 1 yildan beri ochilgan bo'lsa, shammoq shu yerga qilamiz. 1-2 mashina yozildi. Minaka 2-3 oy oldin ham bir mashinamiz keldi. Og'aynalarimiz bilan yozilamiz. Shu bir telefon podarka qildi. Minaka yana aksiya debdi. Bir aksiyasidan ham birovni olish niyatimiz bor. Aka 2 Spark qo'yibdigan. Bu 1 yildan beri bu rahbariyati do'stimiz, bir yog'i mana Gurlanning yigiti Qo'chqarib Jo'rabek. O'zi bir tirishqoq yigit. Mana kelgani beri hamma yerdan yaxshi deb o'ylaymiz. Mana o'zlarimizning Gurlanimizda ham shunday avtosalon ochildi. Uzoq yerlarga borib yoziladigan edik. Mana Xudoga shukr Gurlanimizda darrov kelsak yozilamiz. Mana ma'muriyat ham yaxshi xizmatda turadilar. Hurmat qiladilar hammamizni. Unaki bir shu aksiyasida ishtirok etish uchun mana avtomashina yozildim. Xudo xolasa shundan ham olamiz degan umid bilan o aksiyasini mana 85% ni to'lab keldim. Avtosalon açıldı. Bizler hem şu yazılmağa geldik. Şu avtosalonga kelgenden keyin mana şaraitlar yaxşıkan aksiya hem açılıptı. Şuna prezidentimizga rahmat. Hamma şaraitlar var. Va rahmat şu mana mashinalarini mana ko'rib hammasini ne qilib turibmiz. Ko'rib bilib hammasini ko'rdik. Xudo xolasa shu aksiyada mana o'ynashga nim bor ekan, shu aksiyada shu o'ynab ko'ring deb o'zimdan sinab ko'rmoqchiman. Hozirda bu yerda turli xil avtomashinalarni sotib olish mumkin. Mijozlar esa juda mamnun. Qahramonimiz bugun yana izlanishda. U bugun xaridorlarga 2 Spark mashinasini sovg'a tariqasida aksiyaga qo'ydi. Bu esa ishni yanada rivojlanishiga, mijozlarni yanada xursand bo'lishiga sabab bo'ladi. Ishbilarmonlik yaxshi. Uni ishonch bilan yuritish, katta sinovlardan o'tish kishida katta mas'uliyat talab etadi.
2019-yil 15 apreldan to hozirgacha 2922 nafar mijozga avtomashinalar yetkazildi. 2020-yil davomida 1860 nafar mijozga, oxirgi kvartal davomida 942 mijozga, sentyabr oyida 177 mijozga avtomobillar yetkazilib berildi. 2020-yil 25-sentyabrdan 2021-yil martigacha Gurlan avtosalon bilan shartnoma tuzib, 85 yoki 100% pul to'lagan kredit yoki naqd to'lagan barcha mijozlar aksiya ishtirokchilariga aylanadi. Aksiya 2021-yil Navro'z bayrami arafasida o'ynaladi. Unda mijozlar ikkita Spark avtomashinasidan bittasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadbirkorimiz ish yuritishni yaxshi yo'lga qo'ygan. Uning endilikda yana katta orzulari bor. Biz ham tadbirkor Jo'rabek Qo'chqorovga ulkan zafarlar tilaymiz.